Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Qiziqarli TV kanali o'z layfhaklarini boshlaydi. Demak, Qiziqarli TV kanalida sizlarni ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz. Bugungi mavzumiz hozirgi kunda UCL kompaniyasi orqali, ya'ni abonent kompaniyasi orqali Rossiya hududiga kirib borgandan so'ng o'sha raqamingizdan ham bir oy davomida megabaytdan foydalanish imkoniyati taqdim etildi. Bu nima uchun sizlarga taqdim etildi? Ya'ni hozirgi kunda Rossiya hududida O'zbekiston fuqarolari yoki MDH davlatlari orasida sim karta olish jarayoni bir oygacha yoki dokumentatsiya ishlarini qilish vaqtigacha olish anchagina qiyinchilik tug'diradi. Shuni oldini olish uchun UCL kompaniyasi tomonidan chegarasiz degan tarif ishlab chiqarildi. Bu chegarasiz tarifi qanaqa bo'ladi? Ya'ni chegarasiz tarifida siz deylik, men hozir operator bilan gaplashib ma'lumotlarini yig'dim. Chegarasiz tarifiga siz ulanasiz, xohlasangiz O'zbekistonda turgan holatingizda ulanib ketasiz. Xohlasangiz O'zbekistonda turgan holatingizda sim kartangizga UCL mobil ilovasini ochib, registratsiyadan o'tkazgan holatda Rossiya hududiga kirganingizdan so'ng ham buni rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Demak, buni qanday qilib rasmiylashtirishimiz mumkin? UCL mobil ilovasiga kirib olamiz. Endi aloqa vaqtida bu ishlaydimi, ishlamaydimi? Bilmadim. Xo'p. Bu yerga kirganimizdan keyin biz tariflar bo'limini topamiz. Tarif bo'limiga bosamiz. Mening tarifim bo'limiga bosamiz. Va bu yerdan tarifni almashtirish bo'limini bosamiz. Tarifni almashtirish bo'limini bosganimizdan keyin yuqoriga ko'tarib va chegarasiz tarif rejasini topib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, chegarasiz 60 tarifi. Ya'ni bu yerda 100 daqiqa, 1 gigabayt, 10 gigabayt, 200 ta SMS. Nimaga farqi bor bu yerda degan savolga javob beradigan bo'lsak, 100 daqiqa va 1 gigabayt siz deylik, bugun O'zbekistondan chiqib ketmoqchisiz va aeroport hududida siz bundan 100 daqiqangizdan O'zbekiston hududida yoki 1 gigabaytdan O'zbekiston hududida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va Rossiya hududiga kirib borganingizdan so'ng siz 200 ta SMS ni megafon tarifi yoki o'sha hudud, ya'ni Rossiya hududida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Megafon bo'lar, Beeline bo'lar yoki Tele2 bo'lar. 10 gigabaytni internet trafik sifatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Albatta buning uchun roaming xizmati sizda yoniq bo'lishi kerak. Bu tarifga ulanganingizdan so'ng albatta roaming xizmati avtomatik ulanadi deyilmoqda. Deylik, bu chegarasiz tarif rejasi qanaqa afzalliklari bor? Siz buni ulaysiz, ulaganingizdan keyin Rossiya hududiga kirasiz, kirganingizdan dokumentatsiya ishlarini olib borasiz. Olib borish jarayoningizda Gosuslugi orqali registratsiyadan o'tib, o'zingizga sim kart olish uchun ariza topshirasiz. Eslatib o'taman, Rossiya hududiga kirganingizdan so'ng birinchi o'rinda qiladigan ishingiz telefoningizni nastroyka bo'limiga o'tasiz va mobilniy seti bo'limiga o'tib, ruchnoy poisk orqali siz megafonni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ba'zi holatlarda Yotani ham qo'llab-quvvatlaydi, lekin megafon 100% bo'lgani qulayroq. Yota ba'zi holatda sizni tarif rejangizdan 10 gigabaytingizdan emas, roaming tarifi doirasida sizdan mablag'laringizni yechib olishi mumkin. Xo'p, bundan foydalanganingizdan so'ng siz megafon bilan shartnomani Gosuslugi orqali yoki megafon ofislariga borgan holatda sim karta olish uchun arizani topshirasiz va sim kartangiz chiqqandan so'ng deylik, siz tekin sim karta, nomeri idealniy nomer emas, lekin oddiygina nomer, sim karta tekin, faqat abonentskiy platasini, ya'ni to'lovni amalga oshirishingiz uchun 500 rubl to'lashingiz kerak bo'ladi. Shunaqa sim kartalar ham uchrab qoladi. O'shanaqa sim karta uchrab qolgan holatda UCL bilan megafonni o'rtasida shartnoma bo'lganligi uchun shartnoma asosida siz
UCL sim kartasidan borib va megafonga ulanganingizda bular sizga qulaylik tarzida 500 rubl bonus beradi. Ya'ni megafon raqamiga 500 rubl hisobiga tashlab beradi. 500 rubllik tarifga ulanib, bemalol 1 oy davomida yana foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu chegarasiz tarifi orqali siz 1 oy davomida dokumentatsiya ishlarini olib borish jarayonida foydalanasiz. 500 rubl bonusni olgan holatda 2-oyda yana bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bundan tashqari O'zbekistondan kiruvchi qo'ng'iroqlar, ya'ni O'zbekiston raqamida siz chegarasiz tariflarini ishlatish jarayoningizda O'zbekistondan sizga, O'zbekiston raqamingizga, Rossiyada hududida turgan holatingizda ham O'zbekistonda oila a'zolaringiz sizda O'zbekiston raqamingizga Rossiyada turgan holatingizda sizga telefon qilsa, faqatgina O'zbekistondagi oila a'zolaringizni abonenti tarif rejasiga asoslangan holati cheksiz daqiqasi bo'lsa cheksiz daqiqadan yoki daqiqasi bo'lsa daqiqasi orqali yechib olinadi. Lekin roaming xizmati bilan foydalanganligi uchun chegarasiz tarifida e'tibor bergansizmi, yuqorida bergan bo'lishingiz kerak. Faqat gigabayt SMS berilgan. Shuning uchun kiruvchi qo'ng'iroqlar uchun adashmasam daqiqasiga 5000 so'mdan hisoblanadi. Ya'ni siz uchun hisoblanadi. Uydagilaringiz, oila a'zolaringiz uchun emas. Siz uchun 5000 so'mdan hisoblanadi. Shuning uchun faqatgina SMS orqali, SMS ham Rossiya hududida foydalansangiz bo'ladi, megabaytni ham Rossiya hududida foydalanib, ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Yana kimlardir qanaqadir noto'g'ri fikrlar bo'lishi mumkin. Bu fikrda qanaqa qilib polli mana shu O'zbekiston raqamida chegarasiz tarifida uladim. Endi polli megafon yoki Yota rossiyskiy sim karta olmagan holatda men bundan foydalanib yuraveraman. Faqat megabayt orqali uydagilarim, oila a'zolarim orqali gaplashib, hol-ahvol so'rashim mumkin degan fikr uyg'ondi. Lekin men hozir operator bilan gaplashib ko'rdim, operatorga savollarimni berdim va operator faqat bu 1 oygina amal qiladi deydi. Ya'ni deylik siz may oyida chiqib ketdingiz, 20-may ekan bugun chislomiz, 20-may kuni chiqib ketdingiz. Bu tarif rejangizda 20-may kuni uladingizmi, 20-iyun kunigacha bu amal qiladi. Va iyulga ganda siz 60 minglik tarifda ulandingiz deylik. 60 minglik tarifga ulangan taqdiringizda ham sizga faqat yuqorida ko'rsatganimdek O'zbekiston uchun 100 daqiqa va 1 gigabaytni beradi va 10 gigabayt va 200 ta SMS Rossiya hududi uchun berilmaydi 2-oylikda. Faqat siz 100 daqiqa va 1 gigabayt uchun 60 ming to'lashingiz kerak bo'ladi. Bunday holatda siz dokumentatsiya ishlarini olib borganingizdan keyin, yakuniga yetkazganingizdan keyin albatta raqamingizni muzlatish orqali 12 oyga yoki 6 oyga 50 ming so'm bilan muzlatib raqamingizni faol holatda saqlab qolishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qanaqadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib o'tishingiz mumkin. Qo'ldan kelguncha savollaringizga javob berib o'tamiz. Agar qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, videoni davomida operator bilan suhbatimizni ham zapisini qo'yib boramiz. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.